Assalomu alaykum talabalar. Nazariy mexanika fanidan navbatdagi ma'ruza darsini boshlaymiz. Bugungi ma'ruza mavzusi nuqtaga nisbatan kuch momenti, juft kuch, tekislikdagi juft kuchlar sistemasi. Bugungi ma'ruza rejasi quyidagilardan iborat. Mana ekraningizda ko'rinib turibdi. Demak, 5 ta rejadan iborat. Bu mavzuni to'liqroq o'zlashtirish uchun quyidagi adabiyotlar tavsiya etiladi. Demak, birinchi rejaga ko'ra darsimiz boshlaymiz. Birinchi reja nuqtaga nisbatan kuch momenti deb nomlanar edi. Demak, nuqtaga nisbatan kuch momenti uchun quyidagi kattaliklar kerak bo'ladi. Ya'ni jismni O nuqta atrofida tez yoki sokin aylanishi quyidagilarga bog'liq bo'ladi. Birinchi, kuchni moduli yoki qiymatiga, ikkinchi kuchning yelkasiga. Mana bu yerda ekraningizdagi rasmga agar e'tibor qilsangiz, kuch qizil rangda berilgan F kuchi va uning ta'sir chizig'i shtrix chiziq bilan ifodalangan va A nuqta ham berilgan. A nuqtadan kuchning ta'sir chizig'igacha bo'lgan eng qisqa masofa kuch yelkasi H bilan belgilangan. Sizga ma'lumki, bu eng qisqa masofani topish uchun A nuqtadan kuchning ta'sir chizig'iga perpendikulyar o'tkazish kerak bo'ladi. Mana shu perpendikulyar kuch yelkasi hisoblanadi. Nuqtaga nisbatan kuch momenti formulasi va ta'rifini aytib o'tsak, demak, birinchisi mana formulasi ekranda ko'rinib turibdi. A nuqtaga nisbatan F kuchining momenti teng plus minus F ko'paytirilgan H ko'rinishida berilgan. Demak, shu formulaga ko'ra va chizmaga ko'ra nuqtaga nisbatan kuch momenti ta'rifini aytishimiz mumkin. Kuch miqdori bilan shu kuch yelkasining ko'paytmasi mos ishora bilan olingan kattalikka nuqtaga nisbatan kuch momenti deyiladi. Formulaga ko'rdingiz, kuch momentining ishorasi mavjud, plus minus ishora bilan olinadi va bu plus minus ishora quyidagi qoidaga ko'ra amalga oshiriladi. Mana ikkita rasm chizma berilgan ekraningizda ko'rinib turibdi. Birinchi A rasmga e'tiboringizni qaratsangiz, F kuchi O nuqta atrofida soat strelkasiga qarama-qarshi aylansa, bunda moment ishorasi musbat ishora bilan qo'yiladi, ya'ni plus ishora qo'yilgan. Ikkinchi B rasmga agar ahamiyat bersangiz agar, F kuchi O1 nuqta atrofida soat strelkasi bo'ylab aylanadi. Bunda moment ishorasi manfiy ishora bilan olinadi. Nuqtaga nisbatan kuch momentining xususiy hollarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, agar kuchning ta'sir chizig'i momentlar markazidan o'tgan bo'lsa, kuch momenti 0 ga teng bo'ladi. Chunki bu holda kuchning yelkasi H 0 ga teng. Mana rasmga ahamiyat bersangiz, B nuqtaga nisbatan F kuchining momentini topmoqchi bo'lsak, B nuqtadan F kuchining ta'sir chizig'iga perpendikulyar chiziq tushirib bo'lmaydi. Demak, kuchning yelkasi 0 ga tengligi kelib chiqadi. Formulaga ko'ra F ko'paytirilgan H edi. Kuch momenti formulasi, demak, H 0 ga teng bo'lsa, kuch momenti ham 0 ga teng bo'ladi. Ikkinchi, kuchning miqdori va yo'nalishini o'zgartirmay, ta'sir chizig'i bo'ylab istalgan nuqtaga ko'chirilsa, kuch momenti o'zgarmaydi, chunki uning yelkasi o'zgarmasdan qoladi. Mana rasmga ahamiyat bersangiz agar, F kuchi berilgan, A nuqtaga qo'yilgan. O nuqtaga nisbatan F kuchining momentini topmoqchi bo'lsak, F kuchini o'zini ta'sir chizig'i bo'ylab O nuqtani qarshisigacha olib kelishimiz mumkin agar osonroq bo'lsa, yoki O nuqtadan kuchning ta'sir chizig'iga perpendikulyar o'tkazsak ham, ikkala holatda F kuchini O nuqtaga nisbatan momenti o'zgarmasdan qoladi. Uchinchi, F kuchining boshi va uchi moment markazi O bilan tutashtiramiz. OAB hosil bo'ladi bunda. Bu uchburchakning yuzi, ya'ni
OAB uchburchakning yuzi 1/2 ga teng. Demak, bu ifodani ikkita tomonni 2 ga ko'paytirsak, quyidagi formula hosil bo'ladi. 2 ko'paytirilgan uchburchak AOBning yuzi teng FH. Bu yuqoridagi o'sha nuqtaga nisbatan kuch momenti formulasini beradi. Ya'ni nuqtaga nisbatan kuch momenti uchburchak yuzining ikkilanganiga tengligi isbotlandi. Kuchning nuqtaga nisbatan moment vektorini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda chizmaga qarasangiz, ekraningizdagi chizmaga tekislik berilgan va tekislikka perpendikulyar MO vektor o'tkazilgan. Tekislikda yotuvchi F kuchini MO vektorga nisbatan momentini ko'rsak, kuchning nuqtaga nisbatan momenti vektori moment markaziga qo'yilgan bo'lib, bu markaz va kuchning ta'sir chizig'i orqali o'tgan tekislikka perpendikulyar yo'nalgan bo'ladi. Hamda kuchning uchidan qaraganda kuch jismni soat strelkasi aylanishga teskari yo'nalishda aylantirishga intiladi. Demak, chizmaga ahamiyat bersangiz agar, kuchning ta'sir chizig'idan O nuqtaga nisbatan perpendikulyar, ya'ni kuch yelkasini o'tkazamiz. Kuch qo'yilgan nuqtadan O nuqtagacha bo'lgan masofani R radius vektor bilan belgilasak, kuchning nuqtaga nisbatan moment vektor formulasini mana bu yerda hosil qilamiz. Demak, bu yerda OA R vektor bilan ifodalandi. MO vektori esa R vektor ko'paytirilgan F vektor ko'paytmasi tengligi. Moment vektorining absolyut qiymati kuch momentiga tengligi demak kelib chiqadi. Bu yerda MO vektor teng O nuqtaga nisbatan kuch momentiga tengligi hosil bo'ladi. Ya'ni mana pastdagi formulaga qarasangiz agar keltirib chiqarilgan. Ya'ni bu yerda R vektorni H bilan masofasi yoki formulaga qanaqa edi? F ko'paytirilgan H. Demak, bu yerda H R ko'paytirilgan sinus alfaga teng. Formulaga keltirib qo'ysak, mana FH kelib chiqadi. Ya'ni O nuqtaga nisbatan kuch momenti formulasi hosil bo'ldi. Bu yerda mana yuqorida aytganday H teng R ko'paytirilgan sinus alfaga teng. Mavzuyimizni keyingi asosiy rejasiga o'tamiz. Juft kuch momenti. Birinchi ta'rif beramiz. Juft kuch ta'rifi. Miqdorlari teng. Juft degani o'zi ikkita degan ma'noni beradi. 2 ta, 4 ta, hokazo. Asosan 2 ta degan ma'noga e'tiborimizni qarataylik. Miqdorlari teng, ta'sir chiziqlari bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan, parallel va qarama-qarshi yo'nalgan ikkita kuchga juft kuch yoki juft deyiladi. Chizmaga ahamiyat qaratsangiz, ta'rifga ko'ra ikkita kuch berilgan. F va F' kuchlari berilgan va ta'rifga ko'ra bularning miqdorlari teng, ta'sir chiziqlari bir to'g'ri chiziqda yotmaydi va ular parallel va bu kuchlar qarama-qarshi yo'nalgan hisoblanadi. Endi mana shu ikkita kuchning, ya'ni juft kuchni biror bir nuqtaga nisbatan momentini hosil qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, A nuqta berilgan va bu kuchlarning ta'sir chiziqlari shtrix chiziq bilan ifodalangan. Bu kuchlarning ta'sir chiziqlariga A nuqtadan perpendikulyar, ya'ni kuch yelkalari o'tkazilgan. Ya'ni birinchi F kuchigacha bo'lgan masofa mana bu yerda A plus B masofaga teng bo'lsa, F' gacha bo'lgan masofa ta'sir chizig'i F' kuchining ta'sir chizig'igacha bo'lgan masofa A masofa ko'rsatilgan. Demak, A nuqtaga nisbatan bu kuchlarning momenti teng. Formulaga ahamiyat bering. F teng A plus B minus F' ko'paytirilgan A. Nima uchun bu yerda minus bo'ldi? Chunki A nuqtaga nisbatan F' yo'nalishi soat strelkasi bo'ylab bo'lganligi uchun uning ishorasi manfiy. F kuchining yo'nalishi esa A nuqtaga nisbatan soat strelkasiga qarama-qarshi bo'lganligi uchun uning ishorasi musbat ishora bilan olinadi. Qavslarni ochib chiqamiz. Bu yerda
Demak, FA plus FB minus FA shtrix A hosil bo'ladi. Yuqoridagi ta'rif va shartlarga ahamiyat bersangiz, F teng F shtrixga teng. Demak, bu yerda hosil bo'ladi. FB qoladi. Ya'ni FAlar 0 ga teng bo'lib qoladi. Demak, FB ni mana shu B masofani D bilan belgilab olsak, ya'ni ko'rinib turibdi. Bu D ikkita kuch orasidagi masofa hisoblanar ekan. F1 kuchlarga juft kuchni tashkil etuvchi kuchlar deyiladi. Mana chizmaga ahamiyat qaratsangiz, juft kuchni tashkil etuvchi kuchlar orasidagi eng qisqa masofaga juft kuchining yelkasi deyiladi. Juft kuchni bitta kuch bilan almashtirish mumkin emas. Juft kuchni tashkil etuvchi kuchlarning biri bilan juft kuch yelkasining ko'paytmasiga juft kuchining momenti deyiladi. Ana endi bu yerda ham juft kuchni momenti ishoralarini qanday olish tartibi ko'rsatilgan. Chizmaga ahamiyat bersangiz, juft jismni soat strelkasi aylanishiga teskari tomonga aylantirsa, uning momenti musbat, soat strelkasi aylanishi bo'yicha aylantirsa, manfiy ishora bilan olinadi. Endi juft kuchga taalluqli bo'lgan teoremalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi teorema. Juft kuchni tashkil etuvchi kuchlarning har qanday o'qdagi proyeksiyalari yig'indisi 0 ga teng. Demak, mana ko'rib turibsiz, juft kuch berilgan. Bular x o'qiga parallel, y o'qiga esa perpendikulyar yo'nalgan. Proyeksiyalarni x o'qi bo'yicha proyeksiyalarni hosil qildik. Demak, 0 ga teng bo'ldi. Chunki bular yo'nalishi qarama-qarshi miqdorlari teng bo'lganligi uchun x o'qi bo'yicha ularning proyeksiyalari yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Va y o'qiga nisbatan proyeksiyalari nima uchun 0 ga teng bo'ldi? Demak, bular y o'qiga nisbatan perpendikulyar yo'nalganligi uchun proyeksiyasi 0 va yig'indisi ham 0 ga teng bo'ladi. Ikkinchi teorema. Juft kuchni momenti uni tashkil etuvchi kuchlardan ixtiyoriy nuqtaga nisbatan olingan momentlarning yig'indisiga teng. Demak, moment formulasi yuqorida hosil qilgan edik. O'rniga qo'yamiz. Va hosil bo'ldi. Oxirgi formula hosil bo'ladi. Demak, teorema isbotlandi. Juft kuchlarning ekvivalentligi haqidagi teorema. Jismga qo'yilgan har qanday juft kuchni momenti shu juft kuch momentiga teng bo'lgan boshqa juft kuch bilan almashtirish mumkin. Demak, bu yerda mana ko'rib turibsiz, ekvivalent juft kuchlar berilgan. Siz bilan statika asosiy tushunchalari mavzusini ko'rganimizda ekvivalent kuchlar sistemasi tushunchasini ko'rgan edik. Shunga ko'ra, mana bu yerda F1 juft kuchlari berilgan va unga mos P va Q juft kuchlar sistemasi berilgan. Mana ko'rib turibsiz. Bu yerda mana P1 miqdori teng yo'nalish qarama-qarshi, Q ham xuddi shunday Q1. Demak, formulaga ko'ra bu juft kuchni boshqa juft kuch bilan almashtirish mumkinligi hosil qilindi va isbotlandi. Bu teoremadan quyidagi natija chiqadi. Juft kuchni o'zining ta'sir tekisligida har qanday vaziyatga ko'chirish mumkin. Bunda juft kuchni jismga ta'siri o'zgarmaydi. Ikkinchisi, juft kuchni momentini o'zgartirmay, uni tashkil etuvchi kuchlarning va yelkasini istalgancha o'zgartirish mumkin. Bu bilan juft kuchni jismga ta'siri o'zgarmaydi. Teorema. Bir tekislikda joylashgan bir nechta juft kuchlarni qo'shib, momenti shu juft kuchlar momentlarning yig'indisiga teng bo'lgan bitta juft kuchga keltirish mumkin. Mana bu yerda ham ko'rib turibsiz. Bu teoremani chizmasi, mana formulasi isbotlar bilan keltirib tushuntirib berilgan. Bir tekislikda joylashgan juft kuchlar muvozanatda bo'lishi uchun ularning momentlarining yig'indisi 0 ga teng bo'lishi zarur va yetarlidir. Ifodasi keltirilgan mana. Barcha juft kuchlarning momentlari yig'indisi 0 ga teng. Qisqa ko'rinishda summa m ga teng 0 deb yozish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi
Mavzu shulardan iborat.